Shubha yo'q, har bittamiz, mana shu yerda o'tirgan har bitta musulmon odam o'zini hozirgi turgan holatidan balandroq holatda bo'lishini xohlaydi. Ya'ni fiziki formasi bundan ham zo'r bo'lishini xohlaydi. Ilmiy darajasi hozirgidan ham balandroq bo'lishini xohlaydi. Sog'ligi, axloqi, qo'yingki hozirgi turgan holatingizdan balandroq bo'lishni xohlaysiz. Va bu yaxshi, normal holat. Tushunarlimi? Hammamiz balandroq bo'lishni xohlaymiz. Pulimiz ham ko'proq bo'lishini xohlaymiz, kuchimiz ham va hokazo. Ana shu o'zi xohlayotgan, o'zi yetmoqchi bo'lgan maqomga yetishdan uni nima to'sadi? Qaysi narsaning zaifligi ana shu maqsadga yetishdan to'sadi? Irodasining zaifligi. Iroda. Bu o'ta bir muhim mavzu. Har bittamiz komil axloqli, go'zal xulqli, muhsin, kechirimli, payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam sunnatlari bilan ziynatlangan bo'lishini xohlaymiz. Hammamiz xohlaymiz zokir banda bo'lishni. Hammamiz xohlaymiz shokir banda bo'lishni. Lekin nima uchun doim o'zimiz orzu qilgan martabadan pastda turamiz?